Assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugungi video glial hujayralar haqida bo'ladi. Ularning turlari va vazifalarini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bilamizki, nerv to'qimasi ikki qismdan iborat. Ya'ni bu neyronlar va glial hujayralar. Neyronlarda gaplashib o'tgan darsda endi glial hujayralar gaplashamiz. Bilamiz, nerv tizimi ikkita tizimdan iborat: markaziy nerv tizimi va periferik nerv tizimi. Biz glial hujayralarni ham markaziy, ham periferik nerv tizimida topishimiz mumkin. O'zi glial hujayralarda vazifasi nima? Glial hujayralar bular neyronlarning normal funksiyasiga yordam beradi. Neyronlar ishlashiga yordam beradi va boshqa muhim funksiyalari bor. Xo'p, glial hujayralarda turlari. Demak, markaziy nerv tizimida uchruvchilar alohida, periferik nerv tizimida uchruvchi glial hujayralar alohida bo'ladi. Markaziy uchruvchilar, demak, birinchisi eng muhimi astratsit, ikkinchi oligodendratsit, uchinchi ependimal hujayra va mikrogliya. Endi periferik nerv tizimida uchruvchi glial hujayralariga shvan hujayralari va satellit hujayralar kiradi. Bugungi darsimizda juda katta qismi, taxminan 50-60% shu astratsitlarda vazifalariga bo'ladi. Chunki bularda juda ko'p funksiyalari, muhim funksiyalari bor. Shuning uchun astratsitlardan boshlaymiz. Demak, ketdik. Demak, astratsitlar vazifalaridan biri, eng muhim vazifalardan biri, demak, astratsit ko'rinishi bu. Birinchi vazifasi gematoensefalik baryer. Bu gematoensefalik baryer, demak, savol tug'ilishi mumkin. Gematoensefalik baryerning vazifasi nima? Gematoensefalik baryer nimalardan tashkil topgan? Va astratsit bu gep deyiladi. Gepda qanaqa ishtirok etadi? Shu savollar tug'ilishi mumkin. Demak, bir boshdan gaplashamiz. Gematoensefalik baryerning vazifasi qon orqali miyaga har xil moddalarni tanlab o'tkazadi. Zararli bo'lsa o'tkazmaydi, foydali bo'lsa o'tkazadi. Shu tanlab o'tkazuvchilarga shu gep, ya'ni gematoensefalik baryer deyiladi. Xo'p, gematoensefalik baryer nimalardan tashkil topgan? Demak, bu yerda ko'ryapsizlar, bu miyani ko'rinishi, ya'ni boshda ko'ndalang kesganda tepadan ko'rinishi miya, bu qizil turganlari bular qon tomirlar, mayda qon tomirlar miyani qon bilan ta'minlayapti. Shu yerdagi ma'lum bir bo'lakni kattalashtirib ko'rsatilgan rasm bu mana gematoensefalik baryer. Xo'p, demak, bu turgan joydan bu yerdan bu yergacha mana shu qon tomir. Bu astratsit, bu esa neyron. Demak, gematoensefalik baryer nimalardan tashkil topgan? Birinchi bu turgan qizil bu hujayralar qon tomiri ichidagi bu endoteliy hujayralari. Endoteliy hujayralari. Ularning orasida bu qora turganlari bular zich birikmalar. Og'iz proteindan iborat zich birikmalar. Zich birikma bo'ladi. Nimaga bu hujayralar orasidagi zich birikmalar bo'ladi? Chunki har xil moddalarni o'tkazmaydi bu yoqqa, o'tkazib yubormaydi. Shuning uchun zich birikmalar bo'ladi shunaqa. Ikkinchi turgan bu yashil turgani bu bazal membrana. Bazal membrana. Bu bilamizki, biriktiruvchi to'qimadan iborat tuzilish. Biriktiruvchi to'qima bu bazal membrana. Va bu turgan hujayra esa glial hujayra, ya'ni astratsit oyoqchalari. Demak, astratsit oyoqchalari. Demak, gematoensefalik baryer endoteliy hujayrasidan, bazal membrana va astratsit oyoqchalaridan iborat. Va bu yerdan keyin neyron keladi. Ya'ni bu qondagi moddalar shu neyronga, shu baryerlar orqali o'tadi neyronga. Demak, yana bitta narsa, ba'zi manbalarda shu bazal membrana va astratsit orasida yana bir hujayra, peritsit hujayralar ham bor deyiladi. Ba'zi kitoblarda peritsit. Bu ham qo'shimcha ma'lumot.
Endi xo'p, qaysi moddalar neyronga qondan oson o'tadi? Bu albatta kislorod osongina demak o'tadi. Karbonat angidrid osongina neyrondan qonga qaytadi. Endi yana qo'shimcha yog'da eruvchi vitaminlar, yog'da eruvchi dorilar bu ham oson o'tadi qondan neyronga. Ya'ni yog'da beruvchi moddalar, dori yoki vitaminlar ular ham oson o'tadi. Endi suv, natriy ioni, xlorid ioni yoki glyukoza bu moddalar esa qiyinchilik bilan o'tadi. Ya'ni qiyinroq o'tadi. Ma'lum bir oqsil, ma'lum bir bu endoteliyda ma'lum bir transportyor oqsil yordamida ular o'tadi. Ma'lum bir oqsil transportyorlari kerak o'tish uchun neyronga. Bu suv, natriy ioni, xlorid ioni va glyukoza uchun. Endi esa har xil protein moddalari, har xil protein deylik shuni. Bu moddalar neyronga o'tkazmaydi bu endoteliy orasidagi zich birikmalar o'tkazmaydi bu proteinni. Chunki agar protein o'tib neyronga boradigan bo'lsa, bu proteinlar bu neyronni yo qo'zg'atib yuboradi, yo tormozlab qo'yadi xohlamagan ravishda. Shuning uchun buni gematoencefalik baryer proteinlar o'tkazmaydi neyrongacha. Chunki shu beixtiyoriy neyron qo'zg'alishi yoki tormozlanishi bo'lishi mumkin. Xo'p, tarkibini tushundik. Qaysi moddalar o'tishlarini ham bilib oldik. Endi astrositlar qanaqa vazifa bajaradi shu gematoencefalik baryerda? Shunchaki tarkibiy qism emas bu. Astrositlarda muhim xususiyati borki, ya'ni astrositlar xo'p, demak, ma'lum bir modda ajratadi qonga, ya'ni bu o'sish faktori deyiladi. O'sish faktorini astrositlar qon tomiri ichiga gormon ajratadi. O'sish faktori esa mana turgan endoteliy hujayralarni stimullaydi. Stimullangan, qo'zg'algan endoteliy hujayralar esa o'zidan mana bu zich birikmalarni ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Shuni hisobiga zich birikmalar ishlab chiqarilish kuchayish hisobiga juda ham selektiv bo'ladi shu baryer, yana ham har xil zararli moddalar o'tkazmaydi. Shuning uchun agar astrosit zararlanadigan bo'lsa, zararlanib qolsa, o'sish faktori ishlab chiqarmay qo'yadi. Natijada shu zich birikmalar ham hosil bo'lmay qo'yadi va natijada har xil moddalarni o'tkazib yuboradi, shu baryer o'tkazib yuboradi. Shuning uchun astrositlar juda ham muhim o'zining roli bor bu yerda. Xo'p, buni bilib oldik. Endi organizmda, miyada, miyaning ma'lum qismlarida shu gematoencefalik baryer buzilgan bo'ladi. Ya'ni shu narsa bo'lmaydi. Bu normal fiziologik jarayon. Qayerlarda bo'lmaydi demak? Birinchi joy bu miya stvolida area postrema, ya'ni postrema area postrema degan miya stvolida shunaqa joy bor. Shunaqa soha bor. Bu soha, demak, area postrema degan soha. Masalan, qon shu yerda masalan qon o'tib ketyapti, qon tomiri orqali qon o'tyapti. Qon tarkibidagi har xil zararli moddalar, masalan, keton tanachasi bo'lishi mumkin, har xil dori bo'lishi mumkin, zararli toksin bo'lishi mumkin. Shu qon orqali shu yerda area postremani, demak, stimullab qo'yadi. Stimullagandan keyin bu area postrema yonida turgan
hemotrigger zonani ham stimullab qo'yadi. Hemotrigger zona stimullangandan keyin biz bilamizki, organizmda ko'ngillanish bo'ladi. Ko'ngillanish qayd qilish bo'ladi. Qayd qilish. Natijada shu zararli toksin modda organizm tomonidan qayd qilib chiqarib yuboriladi. Demak, area pasrema miya stolida joylashgan har xil toksin moddalar shuni stimullab, bu area pasrema esa hemotrigger, ya'ni qayd qilish markazini qo'zg'ab qo'yadi va organizm qayd qiladi. Bu birinchi gematoensefalik baryeri buzilgan soha. Ikkinchi soha, demak, bu gipotalamus atrofida joylashgan bo'ladi. Ya'ni buni nomi osmoretseptorlar bor. Osmoretseptorlar. Bu gipotalamus atrofida joylashgan bo'ladi. Bu osmoretseptorlar, demak, xo'p, bu yerda ham ma'lum bir qon orqali qon o'tib ketsa, shu qonimizni tarkibida qon miqdori oshib ketsa yoki qon tarkibida tuz miqdori oshib ketsa, bu osmoretseptorlar qo'zg'aladi. Qo'zg'alib, shu suv balansini tiklashga harakat qiladi. Masalan, qon tarkibida tuz miqdori oshib ketsa, suyuqlik kam bo'lsa, shuni sezgan holatda biz chanqaymiz, organizmni suv ichishga majbur qiladi. Suv ichishga undaydi. Yoki bo'lmasam, organizmda suv miqdori kamayib ketgan bo'lsa, bu gipotalamus atrofida joylashgan osmoretseptorlar. Bu shu gipotalamusni orqa bo'lagini stimullab gipotalamus orqa bo'lagidagi antidiuretik gormonni stimullaydi, ishlab chiqarilishi. Bilamizki, antidiuretik gormon vazifasi reabsorbsiyani kuchaytirish va siydik ajralishni kamaytirish. Shuni hisobiga suv balansi tiklanadi. Organizm shunaqa qilib suv balansini tiklab turadi osmoretseptorlar. Bu yerda ham shu qon va neyronlar orasidagi gematoensefalik baryer buzilgan bo'ladi. Endi uchinchisi bu, demak, gipotalamus gipofiz o'sig'i. Ya'ni gipotalamus gipofiz o'sig'i. Bilamizki, gipotalamusdan qon tomir portal orqali gipofizda oldingi bo'lagiga ma'lum bir gormonlar ajraladi. Ya'ni qaysi gormonlar? Kortikotropin releasing gormonlari, o'sish gormoni yoki somatotropin releasing gormonlari, gonadotropin releasing gormonlari, boshqa releasing gormonlar gipotalamusdan gipofizda oldingi bo'lagiga ajralib yig'iladi. Shu yerda ham qon orqali boradi. Ya'ni miyaning ma'lum qismidan boshqa qismiga qon orqali boradi. Bu yerda ham gematoensefalik baryer buzilgan bo'ladi. Ular hammasi normal buzilgan sohalar. Qolgan joylarda buzilsa, patologiya bo'ladi. Demak, gematoensefalik baryerni tushunib oldik. Endi esa kaliy ioni buferi, astrotsitlarda kaliy ioni buferi vazifasini ko'rib chiqamiz. Demak, astrotsitlarda keyingi vazifasi kaliy ioni buferi. Ya'ni bu nima degani? Demak, bu neyron, bu astrotsit. Hop, neyron normada bilamizki, neyron qo'zg'alganda harakat potensiali neyron bo'ylab yuradi. Neyron tanasidan akson terminalga qarab tashiladi. Bunda tashiladi, ya'ni plus ionlar tashiladi. Ya'ni depolarizatsiya bo'ladi. Depolarizatsiya. Bunda voltaj darvozali natriy kanallari bilamizki, ichkariga kirish hisobiga plus ionlar tashiladi akson terminalga qarab. Va neyron qo'zg'alib bo'lgandan keyin neyron dam oladi. Bu dam olish uchun bu yerda bilamizki, kaliy ionlari tashqariga chiqa boshlaydi. Voltaj darvozali kaliy ionlari aksonda joylashgan voltaj darvozali kaliy ionlaridan ichki hujayra ichidan kaliy tashqariga chiqadi. Hujayra qo'zg'alib dam olyapti. Kaliy ion tashqariga chiqib ketsa, bilamizki, kaliy bilan birikkan anionlar manfiy bo'ladi, qolib ketadi manfiy ionlar. Ichkarida manfiy ko'payadi.
ichkarida manfiy ko'payadi. Tashqarida kaliy ko'p chiqayapti mana. Hujayra ichi manfiylashgandan keyin esa hujayra albatta dam oladi. Ya'ni repolarizatsiya bo'ladi, bilamiz buni. Bu haqida alohida video ham qilamiz. Membranna potensiali degan mavzu bo'ladi, xudo xolasa. Demak, kaliy tashqariga chiqib ketyapti. Ichida esa anionlar, manfiy ionlar ko'payishi hisobiga hujayra dam olyapti. Keyin yana bilamizki, tinchlik paytida ham hujayra tinch dam olmagan, umuman tinch paytda ham liki kaliy ionlar, ya'ni o'tkazuvchan kaliy ionlar hisobiga hujayra tashqarisidan ichkarisidan tashqarisiga kaliy ionlar chiqadi, tinchlik paytida ham. Buni bilamizki, tinchlik paytidagi membrana potensiali hosil bo'lishda ham roli bor. Liki kaliy ionlar, ya'ni o'tkazuvchan kaliy ionlari ichkaridan tashqariga shu o'tkazuvchi kaliy ionlar orqali, kaliy kanallari orqali tashqariga chiqadi. Xo'p, tashqarida kaliy ionlar juda ham ko'p bo'lyapti. Tashqaridagi kaliy ionlarining ma'lum qismi natriy kaliy atifaza yordamida ikkita kaliy ichkariga kiradi va tashqariga esa 3 ta natriy chiqadi. Buni bilamiz. Lekin bu natriy kaliy atifaza yordamida kaliyni kirishi yetarli emas. Baribir juda ko'p miqdorda tashqarida kaliy bu yerda qolyapti. Biz kaliyni tashqarida juda ko'p qoldira olmaymiz. Nima uchun? Chunki bilamizki, demak bu yerda chizib ko'rsataman. Normada hujayra desak, hujayra ichi normada tinchlik paytida hujayraning ichida kaliy ko'p bo'ladi. Kaliy ko'p bo'ladi. Tashqarisida esa kaliy kam bo'ladi. Shu tufayli konsentratsiya gradienti tufayli ichkarida ko'p, tashqarida kam. Demak, ichkaridan tashqariga kaliy chiqa boshlaydi. Konsentratsiya gradienti tufayli ichkaridan tashqariga chiqa boshlaydi. Mana chiqyapti va tashqarida kaliy ionlari ko'payib ketyapti. Hattoki ichkari bilan tenglashib ko'payib ketyapti. Agar tashqarida kaliy ionlar ko'payib ketsa, konsentratsiya gradienti buzilib, ichkaridan tashqariga chiqa olmay qoladi. Natijada kaliy ichkari tashqariga chiqa olmasa, dam ololmaydi. Neyron dam ololmaydi. Shuning uchun neyronda qo'zg'aluvchanlik oshib ketadi. Va bora qo'zg'aluvchanlik oshib ketgandan keyin bu qo'zg'aluvchanlik bu neyronni qo'zg'aluvchanlik tushib ketishiga sabab bo'ladi. Demak, tushunarli. Kaliy ichkaridan tashqariga chiqa olmagani tufayli birinchi qo'zg'aluvchan bo'ladi neyron, keyinchalik esa qo'zg'aluvchanlik qo'zg'aluvchanlik pasayishga olib keladi va neyronning normal funksiyasi buziladi. Shunaqa paytda tashqaridagi ortiqcha kaliylarni yo'qotish uchun bizga astrosit yordam keladi. Bu kaliy ionlari astrosit membranasidagi ma'lum bir transportyor protein tufayli ichkariga kaliy kiradi. Astrositlarda ichiga kaliy kirib oladi. Va albatta kamayadi miqdori. Kamaygandan keyin ichkaridan tashqariga yana chiqaveradi normada. Astrositlar ichida kaliy ko'payib ketadigan bo'lsa, ikkita astrosit bir-biriga birikib, yana bitta zaxira ham qilib olishi mumkin va kaliy bu yerga ham kiraveradi. Faqat kaliy ionlari buferi, ya'ni kaliy ionlari zaxirasi sifatida astrositlarga yordam keladi bizga. Faqat qiziqarli funksiyasi ham bor. Neyronlarning normal harakat potensiali hosil qilishida, normal qo'zg'alishida, normal dam olishida astrositlarda ham juda katta roli bor ekan. Endi esa keyingi vazifasini ko'rib o'tamiz. Astrositlarda keyingi vazifasi neyromediatorlarni zaxiraga olish, ya'ni sinaps bo'shlig'idagi ortiqcha neyromediatorlarni zaxiraga oladi. Demak, birinchi bu neyronni glutaminergik neyron deymiz, ya'ni
o'zidan glutamat ajratadi. Glutaminergik glutamat ajratadi. Bu neyron esa GAMPergik, ya'ni GAMPergik, ya'ni o'zidan GAMP ajratadi, ya'ni gamma aminomoy ajratadi. Bilamizki, neyron harakat potensiali tashilib, bu yerda kalsiy ionlarini ham qo'zg'atib, tashqaridan kalsiy ioni kirib, bu vezikulalarni yoradi va tashqariga glutamat ajraladi. Glutamat, chunki bu glutaminergik. Glutamat mediatori. Bu glutamat mediatori esa keyingi postsinaptik neyronni reseptoriga birikib, buni qo'zg'atadi. Bu mediator bu neyron postsinaptik neyronni qo'zg'atib bo'lgandan keyin esa bilamizki, glutamatni qayta o'zlashtiruvchi oqsil orqali bu presinaptik neyronga qayta kirib, yana shu vezikulalarga yana kirib oladi. Lekin bu protein, glutamatni qayta o'zlashtiruvchi protein bu to'yinib bo'ladi. To'yinib bo'lgandan keyin esa bizda ortiqcha mediatorlar bu yerda qolib ketadi va buni bu yerda qoldirib bo'lmaydi, chunki yana bu postsinaptik neyronni qo'zg'atib turaveradi. Shuning uchun bu yerda bizga astrosit yana yordam keladi. Demak, bu glutamat, sinaptik bo'shliqdagi glutamatlar astrositlardagi ma'lum bir transportyor protein tufayli ichkariga kiradi. Ichkariga kirib, bu glutamat ma'lum bir ferment yordamida glutaminga aylanib oladi. Va glutamin bo'lib zaxirada turadi. Qachondir bizga yana neyron uchun glutamin yana qayta shu transportyor protein orqali yana glutamin yana ma'lum bir ferment yordamida glutamatga yana aylanadi va qayta vezikulaga kirib oladi. Qayta foydalanish uchun yana qaytib glutamindan glutamatga, keyin esa vezikulalarga kiradi, qayta foydalanish uchun. Yoki bo'lsam bu GAMPergik neyron uchun ham ya'ni gamma aminomoy yetishmasa yoki zarur bo'lsa, bu glutamin ham yana shu GAMPergik neyronni protein orqali kirib, glutamindan glutamatga aylanadi. Glutamatga aylanib, keyinchalik esa yana bir ferment orqali bu glutamatdan GAMPga aylanib oladi. GAMPga aylanib va shu vezikulalarga, GAMPergik vezikulaga kirib oladi. Demak, glutamin, zaxiradagi glutamin ham glutamatga aylanib, glutaminni neyron uchun kerak bo'ladi, qayta foydalanish uchun, yoki bo'lmasam glutamindan glutamatga aylanib, glutamatdan esa GAMPga ma'lum bir fermentlar yordamida aylanib, shu GAMPergik vezikulalar ichiga qayta foydalanish uchun yana foydalanish mumkin bo'ladi. Demak, bu astrositlarning zaxira funksiyasi, mediatorlar zaxira funksiyasi. Buni ham bilib oldik. Endi esa xo'p, astrositlarda glikogen zaxira funksiyasini ham gaplashamiz. Astrositlarda glikogen zaxirasini vazifasini ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda qon tomir, astrosit va neyron. Bilamizki, neyronda masalan glyukoza piruvatga, dastlab piruvat esa asetil koenzim A orqali Krebs sikliga aylanib, Krebs sikliga kirib, keyinchalik ATF hosil bo'ladi. ATF neyron uchun kerakli energiya. Qachonki kislorod kam bo'lsa yoki glyukoza kam bo'lsa, neyronda ATF kamayishi mumkin. ATF kamaydi deylik. Bu ATF kamayganini bu astrositlar ma'lum bir sezgi yordamida sezadi. Sezib qoladi ATF kam bo'lib.
va albatta yordami keladi neyronga ATF bilan ta'minlash uchun. Demak, bilamizki, qon bilan miya o'rtasida gematoensefalik baryer bor. Va bu baryerdan ma'lum bir moddalar aytib o'tdik. Masalan, xlorid ionlari, natriy ionlari yoki glyukoza ma'lum bir transportyor oqsillar yordamida o'tadi miyaga. Ya'ni glyukoza masalan bu transportyorda nomi GLUT1. Shu transportyor yordamida astrositga o'tdi glyukoza. O'tib, bu glyukoza yo glikogen bo'lib zaxiraga olinadi yoki bo'lmasam o'zi uchun zarur bo'lgan energiya uchun bu ham piruvatga aylanib, keyinchalik asli koenzim A orqali Krebs sikliga kirib ATF hosil bo'ladi o'zi uchun. Endi ATF kamayganini neyronda sezgandan keyin bu glikogenga aylanmasdan aylangan glikogen qayta glyukozaga parchalanib, glyukoza esa piruvatga aylanib, piruvatda esa laktat degan moddaga aylanadi piruvat. Laktatning miqdori oshadi. Bu laktat degan moddamiz esa bu astrositdan neyronga qarab tashiladi va laktat neyronga kiradi. Va laktat piruvatga aylanadi. Piruvatga aylanib, piruvat orqali esa asli koenzim orqali Krebs sikliga boradi va bu yerda ATF hosil bo'ladi va ATF miqdori yana oshadi. Shunday qilib astrositlar, demak, qaytarib o'taman. ATF kamaydi, masalan, kislorod kamaygani tufayli, glyukoza kam bo'lishi tufayli ATF kamaysa, buni sezgan astrosit glikogen zaxirasi glyukozaga parchalanib, glyukoza esa piruvatdan esa laktatga aylanadi. Laktat esa neyronga tashilib, laktat orqali piruvatga va piruvat orqali Krebs sikliga kirgan holatda ATF hosil bo'lishi ko'payadi. Demak, shunday qilib energiya bilan astrositlar ta'minlaydi neyronda. Demak, GLUT1 transportyor yordamida glyukoza astrositga o'tgan bo'lsa, bu glyukoza esa neyronga GLUT3 transportyor yordamida esa neyron kiradi. Shuni aytib qo'ying. GLUT1 yordamida qondan astrositga, GLUT3 transportyor oqsillar orqali qondan neyronga glyukoza kiradi. Demak, buni ham bilib oldik. 4-vazifasini ham yana bitta vazifasi bor. Astrositlarda, ya'ni astrositlar neyronlar o'rtasidagi sinapsda hosil bo'lishini oshiradi. Ya'ni sinaps hosil bo'lish yuzasini oshirib beradi. Buni mexanizmi to'liq ochib berilmagan, shuning uchun qo'shimcha ma'lumot. Endi esa keyingi hujayralarga ko'rib chiqamiz. Keyingisi esa bu satellit hujayralari. Aytib o'tdik, satellit hujayralari satellit hujayralari demak xuddi astrositlar kabi funksiyalarni bajaradi. Barchasini bitta farqi satellit hujayralari periferik nerv tizimida uchraydi. Astrositlar markaziy uchraydi. Markaziy nerv tizimida. Ya'ni astrositlar markaziy nerv tizimida qaysi bosh miya, orqa miyada joylashadi. Satellit hujayralar esa periferik nerv tizimidagi joylashadi. Aynan qayerda? Periferik nerv tizimini ham bilamizki, bu yerda bu neyron demak bilamiz. Sezuvchi neyron va orqa shoh ildizi, orqa dorsal root ganglion. Demak, birinchi uchrash joyi demak orqa ildiz ganglionining atrofida joylashadi bu hujayralar. Demak, birinchi joylashgan joyi orqa ildiz gangliyasida joylashadi. Bu yerda xuddi astrositlar kabi shu neyronga yordam beradi. Satellit hujayrasini keyingi uchrash joyi demak bilamizki, avtonom nerv tizimi avtonom nerv tizimi tugunlarida, ya'ni bilamizki, simpatik nerv tizimida prevertebral, paravertebral tugunlar bor. Shu tugunlar atrofida joylashadi yoki bo'lmasam
parasimpatik nerv tizimida organlarga yaqin joylashgan terminal tugunlarda shu possinaptik neyronda atrofida shu satellit hujayralar joylashgan bo'ladi. Demak, bilib oldik. Astrocytlardan farqi, yagona farqi joylashgan joyi. Bu satellit hujayralari periferik nerv tizimida joylashgan. Aynan qayerda? Periferik nerv tizimini aynan orqa ildiz gangliyalarida va avtonom nerv tizimi tugunlarida. Bular qaysilar? Simpatikda prevertebral, paravertebral tugunlarida, parasimpatiklarda esa terminal possinaptik neyronlar atroflarida joylashgan. Bu satellit hujayralar vazifalari bir xil. Shastarachlar kabi bir xil vazifalar bajaradi. Endi esa oligodendrotsitlar va shivand hujayralarini ko'rib chiqamiz. Demak, keyingi rejamiz oligodendrotsitlar va shivand hujayralarida bir-biridan farqi. Demak, o'zi bilamizki, oligodendrotsitlar ham shivand hujayralar ham neyronning aksonini miyelinlashishda asosiy vazifa bajaradi. Shu miyelin parda hosil bo'lishda bu oligodendrotsitlar markaziy nerv tizimida, shivand hujayralar esa periferik nerv tizimidagi neyronlarning aksonlarini miyelin parda bilan qoplaydi. Miyelin parda nima ekanligini keyinroq batafsil tushuntirib beraman. Demak, hozir farqlari. Demak, oligodendrotsitlar markaziy nerv tizimida uchraydi. Markaziy nerv tizimida plus shu narsani aytib o'tish kerak, bosh miya nervlari periferik nerv tizimiga kiradi, lekin bosh miya nervini ikkinchi nervi, ya'ni ko'ruv nervini aksonini ham shu oligodendrotsitlar qoplaydi. Shuni bilib olish kerak, bosh miya nervini ikkinchisini. Buning sababi ikkinchi bosh miya nervi, ko'ruv nervi shu embrional rivojlanish davrida miya bilan birgalikda rivojlangani uchun shunaqa bo'ladi. Qolgan barcha bosh miya nervlari 3-chi, 4-chi, 5-chi, 12-chi nervgacha faqat shivand hujayralaridan iborat. Faqat ikkinchi nerv oligodendrotsitlar. Buni esda saqlab qolish kerak. Demak, oligodendrotsitlar markaziy nerv tizimida, shivand hujayralar esa periferik nerv tizimida plus bosh miya nervlari 3 dan boshlab 12 gacha shu shivand hujayralari aksonlarini miyelin parda bilan qoplaydi. Endi ko'rib turibsizlar, bitta oligodendrotsit bir nechta aksonlarni miyelin parda bilan qoplaydi. Bitta shivand hujayra esa bitta aksonni yoki bir nechta shivand hujayralar esa bitta aksonni miyelin parda bilan qoplaydi. Demak, bitta oligodendrotsit oligodendrotsit 30 ta 60 tagacha aksonni miyelin parda bilan qoplashi mumkin, 30-60 tagacha. Shivand hujayra esa bitta aksonni miyelin parda bilan qoplaydi. Bir nechta shivand hujayralari bitta aksonni miyelin parda bilan qoplaydi. Bu ikkinchi farqi. Bular farqlarni gaplashyapmiz. Uchinchi farqi, demak, agar oligodendrotsitlar zararlansa, qayta tiklanmaydi, ya'ni qayta regeneratsiya bo'lmaydi. Shivand hujayralari periferiyada zararlansa, bular qayta tiklana oladi, regeneratsiya bo'la oladi. Bu juda katta farqi. Demak, oligodendrotsit zararlansa regeneratsiya bo'lmaydi. Lekin shivand hujayra zararlansa esa regeneratsiya bo'ladi. Endi oligodendrotsitlarda, ya'ni shularda zararlanishi, shu pardalarning yemirilishi aynan nomi bor. Bu tarqoq skleroz deyiladi. Tarqoq skleroz, demak, oligodendrotsitlarda demiyelinizatsiyasi, demak, demiyelinizatsiya kasalligi bu
tarqoq skleroz deyiladi. Shvan hujayralarida miya pardalarining emirilishi, ya'ni demilinatsiya bo'lishi esa Guillain-Barré deyiladi. Demilinatsiyasi periferiyada Guillain-Barré sindromi. Guillain-Barré deyiladi. Xo'p, bular farqlari edi. Farqlarni bilib olish kerak. Juda ham kerak bo'ladi. Endi esa xo'p, bu yerda ko'rib turibsizlar. Demak, bu yerdagi dumaloq shakllar bu shu aksonni masalan shu yerdan kesganimizda ko'ndalang ko'rinishi. Bu yerda shvan hujayrasi masalan neyronni to'liq miyelin bilan qoplamayapti, to'liq. Bu miyelinlashmagan. Bu ko'ndalang kesmada esa bu shvan hujayrasi ko'rib turibsizlar. To'liq o'rab, chirmab, shunday 2 marta o'ragan shu neyron aksonini. Shuning uchun bu miyelinlashgan. Bu to'liq miyelinlashmagan, shuning uchun miyelinlashmagan. Bu 2 marta o'rab, to'liq o'ragan, shu miyelinlashgan. Endi bunisi esa to'liq o'ragan va chekkada ma'lum bir alohida hujayrani общий pardasi bor. Tashqarida bu neyrolemma deyiladi bu. Bu neyrolemma. Tashqaridagi mana bu parda. Mana bu yerdan, aksondan mana bu yergacha qism bu miyelin parda. Aynan shu neyrolemma tashqaridagi qobiq tufayli shvan hujayralari zararlansa regeneratsiya bo'la oladi. Aynan shu neyrolemmani regeneratsiya qobiliyati juda kuchli. Shuning uchun periferik nervlar zararlanganda miyelin pardasi shu neyrolemma hisobiga, tashqaridagi общий umumiy parda hisobiga yana qayta tiklanib olsa bo'ladi. Shuning uchun bu yerda shvan zararlansa regeneratsiya bo'la oladi shu neyrolemma hisobiga. Buni bilib oldik. Endi esa miyelin haqida to'g'riroq gaplashamiz. Miyelin nima va qanaqa afzalliklari bor miyelin parda? Demak, miyelin bu nima? Miyelin bu lipid va proteindan iborat birikma. Lipid plus proteindan iborat birikma. Ko'rib turibsizlar, bu miyelinlashgan neyron va bu miyelinlashmagan neyron. Miyelinlashgan neyronda impulslar, harakat potensiali impulslari sakrovchi tipda bo'ladi. Sakrab o'tib yuradi. Sakrovchi o'tkazuvchanlik. Bunda esa davomiy, sakramasdan davomiy o'tkazuvchanlik bo'ladi. Xo'p, ko'rib turibsizlar, bu yerda bu narsa aynan mana shu yerda kattalashtirilgani. Mana bu yerda kattalashtirilgan sohasi mana kattalashtirib ko'rsatilyapti bu. Bu nerv tolasi, bu miyelin pardalar, bu miyelin pardalari yo'q joylar. Demak, ko'rib turibsizlar, miyelin pardalari yo'q joylar, mana bu yerlar yoki mana bu yerlar bizda Ranvier tugunlari deyiladi. Ranvier tugunlari. Bu yerda miyelin parda yo'q sohada ion kanallar joylashgan mana. Miyelin parda bor joyda ion kanallari yo'q. Bilamizki, harakat potensiali neyron qo'zg'alsa, natriy ionlari tashqaridan ichkariga kiradi va impulslar bu yerda miyelin parda borligi uchun, bu yerda yo'qligi uchun to'g'ri keyingi ion kanaliga qarab yuradi va bu yerdagi natriy ionlar endi yana kiradi. Shu tariqa bu yerda ham yo'q, yana yuradi. Shu tariqa
ionlar sakrab yuradi va tez yuradi. Harakat potensiyali tez o'tadi. Beli parda bor joyda natriy ion kanallari yo'q-da, shuning uchun bor joyga qarab yurgani uchun tezroq yuradi, sakrab yuradi. Xuddi shunaqa hujayra dam olganda ham, repolarizatsiya bo'lganda ham kaliy ionlari tashqariga chiqadi. Bu yerda yo'q va bu yerga yuradi, keyin yana kaliy tashqariga chiqadi. Tashqariga chiqib shu orqali yuradi, ya'ni sakrab yuradi. Xuddi shunaqa sakrab kaliy tashqariga chiqa boshlaydi. Ya'ni miyelinlashgan neyronlarda harakat potensiyali o'tkazuvchanligi miyelinlashmaganga qaraganda juda ham tez bo'ladi. Umuman olganda, demak, impuls impulsni o'tkazuvchanligi demak nimaga bog'liq? Birinchi o'rinda neyronni aksonini miyelinlashganmi, miyelinlashmaganmi shunga bog'liq. Miyelinlashganligiga bog'liq. Keyingisi diametriga bog'liq. Diametr, ya'ni neyron aksoni qancha ko'p miyelinlashgan bo'lsa, shuncha tez o'tkazadi va neyronni diametri qancha katta, neyron aksonining diametri qancha katta bo'lsa, shuncha tez o'tkazadi. Shunga to'g'ri proporsional o'tkazuv tezligi. Endi shu nerv tolalarini o'tkazuv tezligiga qarab bir necha guruhlarga bo'linadi. A, B, C. Demak, A ni ham turlari bor. A alfa, A beta, A gamma va A deltalar. Bular eng yuqori o'tkazuvchan tolalardir. Eng yuqori o'tkazuvchan neyron tolalari. Bu tolalarga qaysi neyron tolalari kirishini keyingi darslarda aytib o'tamiz. Xo'p, keyingisi beta, B. Bu B tolalari o'rtacha o'tkazuvchanligi o'rtacha bo'lgan, o'rtacha o'tkazuvchan. Va sekin o'tkazuvchan turi ham bor, bu C. C turi, bu sekin o'tkazuvchan. Keyingi darslarimizda alfaga qaysi tola kiradi, A betaga qaysi kiradi, masalan, og'riqni sezuvchi, sovuqni sezuvchi yoki proprioseptorlar qaysi birlari kirishini aytib o'taman keyingi darslarda. Demak, tushunarli miyelinni ham o'tdik. Demak, endi navbat ependimol hujayralariga. Bu yerda yana shu miyani ko'ndalang kesmasi va tepadan ko'rinishi. Bu yerda mana lateral qorinchalar ko'rib turibsizlar. Qizil narsa bu qon bilan ta'minlanishi, qon tomirlar. Ana shu qorinchalarda qon bilan ta'minlanishini kattalashtirib rasm qilganmiz. Mana kattalashtirgan holati. Bu yerda mana bu yerdan bu yergacha bu qon tomirning ichi, qon tomir. Bu bular ependimol hujayralar. Bu ikkita yashilni o'rtasi esa bu qorinchaning ichi. Demak, ependimol hujayralar bizda qon va cerebrospinal baryerni hosil qiladi. Endi demak, qon va cerebrospinal baryer. Bu baryer nimalardan iborat? Birinchisi demak, bu qon tomir, ya'ni bu qizil turgan endoteli hujayralar. Ko'rib turibsizlar, bular orasi nariga gematensefalik baryerga o'xshab zich birikmalaridan iborat emas, ya'ni oralari ochiq, ya'ni darchalari, ya'ni darcha deydi, fenestralari bor. Ya'ni bu fenestrlangan. Ya'ni orasi ochiq degani, fenestrlangan, orasi ochiq. Gematensefalik baryerda aytib o'tdik, orasida zich birikmalar bor edi, proteindan iborat. Bunda yo'q. Ikkinchisi, bu qizilning yonida ko'klari, bu ko'k bazal membrana. Bazal membrana bu bilamiz 1-2-3 to'qimadir bazal membrana.
Endi uchinchi turgan bu katta hujayralar, bular ependimal hujayralar. Ependimal hujayralar. Bularning orasida esa ko'rib turibmiz zich birikma bor. Zich birikma bor. Bular proteinli iborat zich birikmalar bor. Endi bu bilamizki, qon tarkibidagi hamma moddalarni ham bu qorinchaga o'tkazmaydi. Bu baryer. Lekin kislorod bemalol o'ta oladi bu bo'shliqqa yoki karbonat angidrid bu yerdan bemalol chiqa oladi. Lekin suv, xlorid ioni, natriy ioni yoki glyukozalar bular ma'lum bir protein yordamida o'tadi, ya'ni qiyinchilik bilan o'tadi. Ma'lum bir protein, transportyor protein orqali bu yerga o'tadi. Demak, bu qorinchaning ichi. Qorinchada nimalar bor? Kislorod bor. Qorincha suyuqlikdan cerebrospinal fluid, demak, kislorod bor. Karbonat angidriddan bo'ladi. Suv bor. Xlorid ioni, natriy ioni, glyukoza bor. Shulardan iborat. Demak, cerebrospinal fluid, kislorod, karbonat angidrid, suv, xlorid ioni, natriy ioni, glyukoza va boshqalardan iborat. Demak, tarkibida endoteliy hujayrasi, bazal membrana va ependimal hujayralardan iborat. Bularda ham tushunib oldik. Endi esa oxirgi rejamizga ko'ra mikrogliyani bilib olamiz. Demak, mikrogliyani gaplashamiz. Bu suyak, tushuntirib o'taylik, bu miya. Demak, suyakda bilamizki, suyak iligi mavjud. Suyak iligida ma'lum bir qon tanachalari, ya'ni oq qon tanachalari vakili bo'lmish monotitlar ishlab chiqariladi. Monotitlar ishlab chiqariladi. Qizil suyak iligidan qizil suyak iligida monotitlar ishlab chiqariladi. Bu monotitlar oq qon tanachalari vakili. Bu monotitlar miyaga kirib, o'z navbatida mikrogliyaga aylanadi. Monotitlar mikrogliyaga aylanadi. Bu mikrogliya. Mikrogliyani vazifasi markaziy nerv tizimida uchraydi, ya'ni bosh va orqa miyada uchraydi va immun vazifasini bajaradi. Miyani immun tizimi, ya'ni masalan aytaylik, ma'lum bir patogen modda neyronni zararladi. Zararlangandan keyin ma'lum bir retseptorlar orqali bu mikrogliya faollashadi va mikrogliya o'zini birinchi o'rinda azot 2 oksid yoki reaktiv kislorod yoki bo'lmasam erkin radikal ajratib, shu kabi moddalarni ajratib, ya'ni azot 2 oksid, reaktiv kislorod, erkin radikallarni o'zidan ajratib, shu patogenni o'ldiradi. Qo'shimchasiga bu ham patogenni, ham neyronni o'zini, ham neyronni miyelin pardasini ham zararlab qo'yadi. Aynan shu patogen tanlab ta'sir qilmaydi-da, shu neyronni o'zini ham yoki neyronni pardasini ham patogen ham o'ldirib yuboradi. Xo'p, faollashgan mikrogliya yana qo'shimchasiga sitokin ajratadi. Bu sitokin boshqa mikrogliyalarni ham chaqiradi, jalb qiladi shu jarayonga. Chaqiradi sitokin orqali. Shunday qilib, bu ham patogenni, ham neyronni o'zini, ham miyelin pardasini ham zararlab qo'yishi mumkin mikrogliya. Endi mikrogliya nafaqat bu moddalarni ajratadi, balkim fagositoz ham qilishi mumkin. Fagositoz, ya'ni mikrogliya o'zi borib patogenni oyoqlar orqali qamrab olib yeb qo'yadi. Xo'p, demak, yeb qo'yadi.
oyoqchasi orqali yeb qo'ygandan keyin bitta xususiyat bor. Ma'lum bir patogenda proteini tufayli shu mikrogliya membranasida MHC2 molekulasi hosil bo'ladi. Bu molekula orqali bu yerdan tashqaridan qondan T limfosit gematoensefalik baryerdan miyaga kiradi, chaqiradi, chunki bu retseptorlar MHS2 molekulasi orqali bu yerda T limfosit chaqiradi tashqaridan. Bu T limfosit gepdan o'tib miya ichiga kirib, bu MHC2 molekulasi bilan birikadi va birikkandan keyin bu limfosit faollashadi. Faollashgan limfosit o'zidan sitokin ajratadi. Sitokin bilamizki, boshqa mikrogliyalarda chaqirish xususiyatiga ega. Boshqa mikrogliyalar chaqirib, jarayonga shu patogenni ham o'ldiradi, ham neyron o'ziga ham zarar yetadi, ham neyronning mielin pardasi ham zararlanib qolishi mumkin. Nima uchun men buni gapiryapman, ichiga kirib gapiryapman? Chunki OIDS bor bemorlarda shu mikrogliya juda giperaktiv, ya'ni faol bo'lib qoladi. Shuni hisobiga bemorlarda miyasida ensefalitlar asorat beradi, ensefalit ko'p bo'ladi. OIDS bor bemorlar shuni hisobiga, chunki mikrogliya faollashib, ham patogenda, ham neyron o'zini, ham mielin pardasini shu ya'ni harakat internetlarda zararlab, ensefalit ko'p chaqirishi mumkin OIDS bor bemorlarda. Demak do'stlar, shu bilan bugungi glial hujayralar mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha xayr.